Assalomu alaykum. Aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Bugun mana 2025-yil 13-aprel. Mana Alloh xudo xohlasa inshaalloh erta turib indinga 15-dan xudo xohlasa mana baliq hovuzga baliqlar tashlaymiz. Hozir mana biyagomuz turpaqqa mana biyagomizni aralashtirib mana teraklarni ekishni boshladik mana. Mana azizlar. Teraklarni ekyapmiz. Shag'alli yer bo'lsa ham mana bu turpoqlarni biyagomizni turpoqda aralashtirib chiroyli qilib mana teraklarni ekyapmiz mana. Ko'ryapsizlarmi azizlar? Mana Mana paqirda biyagomuz suv mana ekyapmiz. Teraklarni xudo xolasa yaxshi niyatlar qilib ekyapmiz. Mana bu hovuzlar. Mana biyagomuz soldik o paqirdani. Aytib o'tyapmiz. Paqirda mana shag'alli yer. Shag'alli yeriga qaramasam biz turpoq olib keldik, biyagomiz olib kelib aralashtirib teraklarni mana ekyapmiz. Biyagomizga. Mana baqalarni qaranglar, bu ovozini muzikada. Xudo xolasa 2 kundan keyin baliqlarni tashlaymiz. Baliqlarni baqishni boshlaymiz. Nihoyatda chiroyli joy. Bu yer qayerda bu? Mana Rayish qishlog'ini, Bulovash tuman Rayish qishlog'ini Sharxonsoy ko'prigining oldidagi baliq hovuz. Yaxshi niyatlar qilib qilyapti. Mana narigi tomonda ko'rinyaptimi? Yo'q, mana o tollarni ham ekib qo'ydik qator qilib. Nihoyatda yaxshi joy. Xudo xolasa inshaalloh harakat qilyapmiz. Keyinchalik borib dam oladigan yillar qilib qo'yamiz inshaalloh. Hamma daraxtlarni ham ekamiz, mana ekyapmiz ham, tollarni ekdik, teraklarni ekdik, mana o'ngoq ekyapmiz. O'riklarni ekdik, anjurlarni ekib qo'ydik. Xudo xolasa borgan sari ko'kasi chiroyli bo'lib boraveradi. Azizlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laveringlar. Like ayamanglar. Yangi nima deydi? Kanalni ochganmiz. Yana qaytarib aytyapman, musulmonlar bir-birimizga hammamiz yordam berishimiz kerak. Kanalga obuna bo'lib, podpiskani bosib, like bosinglar. Chiroyli, yaxshi videolar qo'yamiz. Xudo xolasa inshaalloh birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boraveradi. Aziz obunachilar, aziz musulmonlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'laveringlar. Kimlarning mushkuli bo'lsa Allohim o'zi oson qilib qo'ysin. Dardlari bo'lsa kimlarni shifolarni o'zi bersin Alloh hammaga. Musofirdagilarni ham tinch, sog' salomat qilsin. Sog' salomat ishlab, bola chaqa ota-onasini yorug' yuz bilan kelib, yuz ko'rishga nasib qilsin Allohim. Azizlar, tinch bo'linglar, sog' salomat bo'linglar, qayerda bo'lsanglar ham. Mana baliqlar tashlagandan keyin mana haligi balonli kemadan ham olib kelib qo'ydik. Shu kemada yurib, Xudo xolasa inshaalloh yemlarni beramiz baliqlarga. Nihoyatda yaxshi joy. Sharxonsoy ko'prigining yonida. Rayish qishlog'idagi Sharxonsoy baliq hovuzi. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar, azizlar. Yanagi videoda ko'rishib gaplashguncha sog' salomat bo'linglar. Hamisha Alloh panohida bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.